Sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri og'ir xastalikka chalingan bemorlarni qo'llab-quvvatlash va ularga munosib parvarish sharoitlarini yaratishdan iborat. Ayniqsa, palliativ tibbiy xizmat insonparvarlik tamoyillarini o'zida mujassam etgan sohalardan biri hisoblanadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatining Xonqa tumanidagi hospisga tashrifi ham aynan shu masalalarga qaratilgan e'tiborning amaliy ifodasi bo'ldi. Tashrif davomida muassasada yaratilgan sharoitlar, bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy va ijtimoiy xizmatlar o'rganildi. Bugungi kunda palliativ tibbiy yordam nafaqat bemorning jismoniy og'rig'ini yengillashtirish, balki uning ruhiy holatini qo'llab-quvvatlash, yaqinlarga psixologik ko'mak berish kabi muhim vazifalarni ham o'z ichiga oladi. Shu bois hospislar faoliyatini takomillashtirish aholi salomatligini muhofaza qilishning muhim bo'g'ini sanaladi. Ağız ayında geldiğimde durup oturup bilmiyordum işimni. Hareketim yok idi. Epilepsiden keyin geldiğimden beri. Durup oturuş ya derpen bilmiyordum. Hemmesine ketteden kette rahmet. Ömürleri uzak olsun, şu ballarının rahatını görsün. Köp yardım verdiler. Ayakımda can girdi. Bir yere geldiğinden ki hazır yakşıma Allah'a şükür. Turub oturadım oldum yine. Şu devletimize ketteden kette rahmet, prezidentimize bizler için şunun şaraitlerini yaratıp verip koyuptu. Etibarda kılıp koyuptu. Tibbiyot xodimlari va bemorlar bilan muloqot qilinishi tizimdagi mavjud muammolarni o'rganish, aholining ehtiyojlarini aniqlash hamda qonunchilikni yanada takomillashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa davlat va jamiyat o'rtasidagi ochiq muloqotning amaliy ko'rinishidir. Orol bo'yi mintaqasi uchun moslashtirilgan hospis faoliyati bilan tanishyapmiz. Albatta bugun qilingan ishlar juda ham ko'p. Shunga qaramasdan mamlakatimiz rahbari yaqinda mana shu hospis va palliativ yordamini yana ham yaxshilash, bu yerda kadrlar malakasini oshirish va ularning sifatini oshirish maqsadida va moddiy texnik bazasini yaxshilash borasida taqdimot bilan Sog'liqni saqlash vazirligining taqdimoti bilan tanishdilar va bir qator mana shu sohani yana ham yaxshilash bo'yicha topshiriqlarni berdilar. Bitta statistikaga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsam, bir yilning o'zida 12 mingga yaqin nafar bemor, onkologik kasalliklar bilan kasallangan bemorlar bugun hospis va palliativ yordamga muhtoj. Bir yilning o'zida 15 mingga yaqin onkologik kasallik bilan kasallangan bemorlar olamdan o'tadi va ularning 80% bugungi kunda mana shu ijtimoiy yordamga, psixologik yordamga va tibbiy yordamga muhtoj hisoblanadi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan mana shu palliativ va hospis xizmatini yana ham yaxshilash, sharoitlarni yaxshilab berish masalasida juda katta vazifalarni qo'yganlar. Biz ham parlamentimizda mana shu yo'nalish bo'yicha o'zimiz faoliyatimizni olib boryapmiz. Ishlayotgan qonun loyihasi qabul qilinadigan bo'lsa, juda ham ko'plab muammolar o'zim yechimini topishga erishiladi. Onkologik kasalliklarni oxirgi bosqichlar bilan kasallangan bemorlarga narkotik, psixotrop, mana shu og'riq qoldiruvchi dori vositalarini hech qanday to'siqlarsiz, byurokratiyasiz bemorlarga o'z vaqtida yetib borishi uchun ham juda katta topshiriqlar berilgan. Shu qonun loyihamizda ham bu o'zini aksini topadi. Prezidentimiz tashabbusi bilan sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida tibbiy xizmatlar sifati va qamrovini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, og'ir xastalikka chalingan fuqarolar uchun munosib sharoit yaratish, ularning hayot sifatini yaxshilash hamda tibbiyot muassasalarini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Hospis faoliyatini yanada takomillashtirish, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish va moddiy texnik bazani mustahkamlash bo'yicha bildirilgan takliflar kelgusida palliativ tibbiy xizmat sifati yuksalishiga xizmat qiladi. Natijada aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami uchun yanada samarali va insonparvar tibbiy tizim shakllanishiga zamin yaratiladi.